Mushak o'stirish uchun 5 ta qo'shimcha tanlash kerak bo'lganda, men shularni tanlagan bo'lardim. Birinchisi kreatin, hech qanaqa marketing emas, bu isbotlangan qo'shimcha. Kuniga 5-10 gram oqsil sintezini 20% ga oshirishga yordam beradi. Ikkinchi qo'shimchamiz bu D3 bo'ladi. D3 defitsiti testosteronni 30-40% tushib ketishiga sababchi bo'ladi. Kuniga 5 mg ichsak, ancha foydali bo'ladi. Uchinchi qo'shimchamiz bu omega 3 bo'ladi. Omega 3 bo'g'imlarning yarog'lanishidan oldini olishga yordam beradi va albatta восстановление uchun ancha foydali. To'rtinchi qo'shimchamiz bu magniy glitsinat bo'ladi. Oddiy magniy emas, magniy glitsinat. Kuniga 400 mg dan ichsak, uyquni yaxshilashga yordam beradi va bilib qo'yinglarki, uyqu bu juda muhim narsa. Agar natija ko'rish xohlasanglar. Beshinchi qo'shimchamiz bu sink bo'ladi. Sinkning defitsiti testosteronni 50% tushib ketishiga sababchi bo'ladi. Kuniga 50 mg uyqudan oldin ichsak, ancha yordam beradi. Agar trenirovka bo'yicha plan kerak bo'lgan bo'lsa yoki dieta kerak bo'lgan bo'lsa, unda kommentariyaga plus belgisini qoldiringlar, direktdan yozib yuboraman.